8-mart o'tgan yil ekilgan eng istiqbolli nok navlaridan biri bu karmiya hisoblanadi. Do'stlar, hosiliga bitta baho berasizlar. Qaranglar, mashalloh, gullagan bitta baho beringlar. Kasallikka chidamli, daromadga yaxshi bo'lib turgan nok navlaridan bittasi karmiya. Juda ko'pchilik telefon qiladi, nokim gullaydi, meva qilmayapti deydi. Nokda meva qilmasa ko'p navga bog'liq, keyin payvand tagiga ham bog'liq. Do'stlar, nav tanlashda, payvand tagi tanlashda hech qachon adashmanglar. Payvand tagini navda to'g'ri tanlab ekilsa, mana shunaqa istiqbolli navlarda ekilsa, xudo xolasa yaxshi effekt beradi. Do'stlar, o'zi biladi keladi, lekin mana shu gulini yarimni ishlasa ham 10 kilocha meva qilib beradi mana shu nokimiz. Do'stlar, qaranglar, mashalloh, blackni qizartiramiz. Nokka qiziqqanlar tashlarga videoni tez jo'natamiz. Do'stlar, Farg'onali bog'bon kanalidan buni ko'chatlarni noyabr oyida sotib olishingiz mumkin. 93-970-27-27 nomerdamiz. Do'stlar, bo'yini qaranglar mana. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Laykni qizartiringlar, обязательно do'stlar, qaranglar.